Ikkinchi jamoat masalasi. Mahalla masjidida ikkinchi jamoat qilib o'qish makruh deb aytiladi. Bizda ikki xil masjid bor. Yo'ldagi masjid va mahalla masjidi. Farqi nimada? Mahalla masjidini doimiy nimasi bor? Imom va jamoati bor bo'ladi. Yo'lda uchraydigan masjidni esa doimiy nimasi yo'q, jamoati yo'q bo'ladi. Shunga ko'ra yo'l masjidida ikkinchi jamoat makruh emas. Chunki o'zini doimiy jamoati bo'lmagandan keyin kelgan odamlar jamoat tashkil qiladigan bo'lsa, bemalol jamoat holatda namoz o'qib ketishi mumkin bo'ladi. Mahalla masjidida esa ikkinchi jamoat nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Bu masalada ixtilof bor. Azon va iqomat etsami, etmasami? Ba'zi ulamolar aytganki, ular ham, ya'ni ikkinchi jamoat ham yoki uchinchi jamoat ham azon va iqomat etib jamoat qiladigan bo'lsa makruh bo'ladi degan. Ba'zi ulamolar esa nima degan? Yo'q, mutlaq degan. Ikkinchi jamoat nima bo'ladi? Makruh bo'ladi deb aytgan. Bunga ikki xil rivoyat keltirishadi makruh ekanligiga. Nabiy alayhissalatu vassalom bir ish bilan mashg'ul bo'lib Masjid Nabiyga chiqsalar, namoz o'qilib bo'lganligini ko'rganlar. Uylariga qaytib borib, ahillarini yig'ib turib, ular bilan namoz o'qiganlar. Agar ikkinchi jamoat qilish joiz bo'lganda, payg'ambar masjidga kirib, o'sha yerda jamoat qilib o'qirdilar deb aytishadi. Bu bitta rivoyat. Ikkinchi rivoyat xuddi shunga o'xshash rivoyat. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shogirdlari bilan birga Alqama radhiyallohu anhu bilan va yana boshqa shogirdlari bilan darsdan chiqib masjidga kelsa, jamoat namoz o'qib bo'lganligini topadilar. Shunda orqaga qaytib ketib, uyda o'qishadi. Ular o'zi zotan shogirdlar bilan kelyaptilar. Bemalol nima qilsa bo'ladi, unda jamoat qilib namoz o'qisa bo'ladi. Lekin qaytib borib uyda o'qishgan. Endi sahobalar doimiy ravishda amalni eng afzaliga shoshilishgan. Agar o'sha masjidda ikkinchi jamoat qilib o'qish afzal bo'lganda, zotan nima qilardilar? O'sha yerda borib o'qiydilar. Ammo u kishini qaytib borganlardan bu narsani to'g'ri deb bilmaganliklarini tushunamiz. O'shaning uchun nima deyiladi? Mahalla masjidida o'zi mahalla ahli namozni o'qib bo'lgandan keyin ikkinchi jamoat qilib o'qish makruh deb aytiladi. Bu masalada Imom Abu Yusuf qavli ham bor, ba'zi ulamolar uni ham qabul qiladi. U kishi aytadilarki, birinchi jamoatni shaklidek jamoat qilish makruh deyiladi. Birinchi jamoat qanday qiladi? Imom mehrobda turadi, ular uni ortida. Agar ikkinchi jamoat ham kelib, imom mehrobda turib, jamoat orqasida turadigan bo'lsa, makruh bo'ladi deydi. Agar imom mehrobga qaramasdan boshqa bir burchakda o'qiydigan bo'lsa, karohat ko'tariladi deb aytgan. Ba'zi ulamolar bu narsani nima qiladi? Qabul qiladi. Imom Yusuf bu qavlini boshqa ulamolar esa nima qilmaydi? Qabul qilmaydi. Shunga ko'ra ikkinchi jamoat makruh bo'ladi deb aytildi.